Assalomu alaykum. Yana bitta ishimiz Jizzax shahridagi katta uy bo'lyapti. Oldi 520 bo'ldi. Ichkidan Tumban chegarasigacha 520 liniyalari bilan cho'tki chiqdi. 6 ta quyildi. Pasi 1.90 shunday balandlikda bo'ldi. Erta bu ko'miladi. 75 sm o'sha tepadan 75 sm-gacha ko'milib keladi. Shuning uchun pasini ko'proq quydik. Mana shunday. Ular bilan ana qornidagi gullari bilan cho'tki chiqdi nasib qilsa. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, ekranda nomerga telefon qilsangiz qilib beraveramiz. Sifatli qolib kerak bo'lsa, qolib ham bor. Mana